Assalomu alaykum. Krupnolistniy gortenziya bilan metelchitini kesganimizni qo'ygandik. Kesmagan odamlar hozir vaqti, hozir ham kessani bo'ladi. Kesayotganda imkon qadar tagidan kesish kerak. Bir ikki donadan kurtak qoldirilsa yetadi. Tez o'sadi. Hozir amalga kirganiga hech qancha bo'lmagan bu o'sganlari. Shu chiqargan shoxini hammasi gullaydi. Shu chiqargan har bitta kurtagi, har bitta shoxi hammasidan gul chiqaradi. Men tasavvur qilishingiz uchun aytayapman buni. Gullaganda ham bular birinchi yilning o'zidanoq, yo bo'lmasa shu bu yilning o'zidanoq ikkita qulochingizga sig'maydigan gul bo'lib turib gullaydi. U turgan joyi bilan yeriga ham bog'liq, lekin o'sha holatda ham 70-80% da men aytgandek katta bo'lib gullaydi. O'shaning uchun imkon qadar tagidan kesish kerak. Kesmagan odamlar hozir ham kechmas, kesish kerak. Endi bu yerda hozir joy pustoyga o'xshab turibdi, hech narsa yo'qqa o'xshab turadi. Lekin bu juda ham tez katta bo'ladi. Yoniga ham, bo'yiga ham. Bu bitta o'sib olgandan keyin, misol uchun yo'q deganda 1 metr 1.20 bo'ladigan bo'lsa, iniga ham yaxshigina joyi oladi-da, bu yer to'lishib o'zgacha chiroy bag'ishlaydi. May oyiga borib turib ochilishni boshlaydi. May oyiga borib ochilishni boshlaydi. Juda ham chiroyli joy bo'ladi. Metelchitniy gortenziya bor, ular ham yaxshigina joy egallaydi-da, juda ham chiroyli zo'r joy bo'ladi. Diski silen ekkanmiz. Buni o'tgan yil ekkandik, yaxshi rivojlanmadi o'tgan yili. Bu yildan Xudo xohlasa amalga kirishni boshladi. Bu ham tez o'sadi. Bu ham tez o'sadi. Bular ham hammasi shu yil o'zida gullaydi. Ham yaxshigina joyi egallaydi. Qora bargli adashmasam seriallarimiz hammasi 5-6 xil sorti bor. Juda ham chiroyli joy bo'ladi. Qolgan pustoy joylarga, qolgan bo'sh joylariga Petuniya, Katarantus, xohlagan narsamizni ko'rsa bo'laveradi, qolgan bo'sh joyiga. Juda zo'r joy bo'ladi. Ayniqsa tashqaridan qaraganda u Xudo xohlasa qo'yamiz uni. Xudo xohlasa gortenziyalarimiz gullaganda hammasini amalda ko'rsatamiz, amalda qo'yamiz, o'shanda tomosha qilamiz. Bu klimatis. O'zi shu panjarani oldiga bir 4 xil boring taraladigan atirguldan qorish kerak ekan o'zi. 4 xilmi, 5 xilmi rangda o'sadigan, taraladigan atirguldan qilsangiz hidi keladigan bo'lsa, ya'ni ham zo'r bo'ladi. Bu tasavvur qilish mumkin qanaqa joy bo'lishini. Bu yerda panjara uzunda shu dahshat joy bo'ladi. Endi hammasi qarovga bog'liq, u yog'i ham bor. Foydali bo'lib qoladi.